Yaxshi narxda yuragida o'ti bor mashina qidirayotganlarga zo'r variant topib qo'ydim. Mercedes AMG SLE 53 Sport Coupe mashinasi sotuvga kelgan. Kuzatib tursanglar, narxi ham juda ham zo'r. Mashinani kapotidagida 449 ta ot kuchli 3 litrli AMG ni biturbo motor yotibdi. Mashina 2025-yil, probegi bor yo'g'i 6000 km. AMG diskalar mashinani juda ham chiroyli qilib turibdi. 360 kamera, slipoy zona, besklyuchoy dostuplargacha bor. Bokovoy qismi, parogi va spoileri karbondan qilingan va mashina orqadan ko'rinishi ham juda ham derski, bagajimiz ham o'zgacha holatda ochiladi. Mashinani saloni AMG stilda sportivniy qilib ishlab qo'yilgan. Bu mashinani haqiqiy kuchini mana shu Sport Plus rejimida his qilasiz. Bundan tashqari informatsion tablo, informatsion displey, multirul, head-up display, burmistr akustika sistemasi, pamять sидения, обогрев, obduf va ko'p joylariga karbon elementlari ishlatilgan. Panoramalikumuz ham bor. Mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, $149,000. Pastda qoldirgan raqamimga tez telefon qilsangiz yana ozgina o'tib berishadi. Shunaqa premium mashinalarning narxi sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.